Audio Jungle. Audio Jungle. Netanyahu keskin qaror qildi. Isroil harbiy va axborot maydonida bir vaqtning o'zida katta hujumga o'tmoqda. Benyamin Netanyahu tomonidan e'lon qilingan yangi strategiya Isroil tarixidagi eng keskin burilishlardan biri bo'lishi mumkin. Chunki bu safar gap oddiy qurollanish yoki byudjet oshirish haqida emas, balki mamlakatni to'liq harbiy, mustaqil, yuqori texnologiyali va global ta'sirga ega kuchga aylantirish haqida ketmoqda. Netanyahu ochiq bayonotida Isroil endi faqat himoya qiluvchi davlat emas, balki zarba berishga doir doimo tayyor tizimga o'tayotganini ta'kidladi va aynan shu nuqtada eng katta signal yangradi. Isroil AQShdan 2 eskadron zamonaviy F-35 Lightning IL va F-15EA qiruvchi samolyotlarni sotib olayotgani va bu samolyotlar yordamida isroillik uchuvchilar Eron osmonining istalgan nuqtasida operatsiya olib borishga tayyor ekani ochiq aytildi. Bu esa aslida diplomatik ibora emas, balki aniq harbiy ogohlantirish sifatida qabul qilinmoqda. Chunki bunday imkoniyat mintaqadagi har qanday kuch muvozanatini keskin o'zgartirishi mumkin. Ayni paytda Netanyahu yana bir muhim qarorni e'lon qildi. Isroil mudofaa sohasida tashqi davlatlarga qaramlikni kamaytirish uchun 350 milliard shekel miqdorida ulkan investitsiya ajratadi va bu mablag'lar orqali qurol-yarog', dronlar, raketa tizimlari, sun'iy intellekt asosidagi harbiy texnologiyalar va kiberxavfsizlik tizimlari to'liq mamlakat ichida ishlab chiqarila boshlaydi. Bu esa Isroilni nafaqat harbiy, balki sanoat va texnologik markazga aylantirishi kutilmoqda. Biroq bu strategiyaning eng e'tiborli va xavotirli qismi faqat real jang maydoni bilan cheklanmayapti. Isroil bir vaqtning o'zida axborot frontini ochmoqda. 2026-yil uchun Hasbara deb ataluvchi global targ'ibot tizimiga ajratiladigan mablag' 730 million dollarga yetkazilmoqda. Bu esa o'tgan yilga nisbatan deyarli 5 baravar ko'p degani. Ushbu mablag'lar ijtimoiy tarmoqlarda keng ko'lamli reklama kampaniyalari, sun'iy intellekt orqali kontent ishlab chiqarish, blogerlar va influenslar bilan hamkorlik, xorijiy delegatsiyalarni jalb qilish hamda tashqi ishlar tizimi qoshida maxsus media urushxonasi tashkil etishga yo'naltiriladi. Bu esa zamonaviy urush endi faqat raketalar yoki tankerlar bilan emas, balki axborot, tasvir va ijtimoiy fikr orqali ham olib borilayotganini ko'rsatadi. Natijada Isroil bir vaqtning o'zida ikki yo'nalishda real harbiy kuch va global axborot nazorati orqali o'z pozitsiyasini keskin mustahkamlashga urinmoqda. Bu esa Eron uchun bevosita signal, AQSh uchun esa hamkorlik saqlanayotgan bo'lsa-da, mustaqillik kuchaytirilayotganini anglatadi va eng muhimi butun dunyoga Isroil yangi bosqichga o'tayotganini ko'rsatadi. Endi savol bitta: bu strategiya mintaqada kuch muvozanatini barqarorlashtiradimi yoki aksincha yanada katta va nazorat qilib bo'lmaydigan qarama-qarshiliklarga olib keladimi? Qozog'iston o'rta daromad tuzog'iga tushib qoldi. To'qayev. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev mamlakat o'rta daromad tuzog'iga duch kelganini aytdi. Bu haqda u 4-may kuni sun'iy intellektni rivojlantirish bo'yicha kengash yig'ilishida so'z ochdi. Uning so'zlariga ko'ra, tabiiy resurslar va arzon ishchi kuchi kabi an'anaviy iqtisodiy o'sish manbalari asta-sekin tugab bormoqda. Yangi o'sish manbalari esa hali to'liq shakllanmagan. Shu sababli u iqtisodiy turg'unlikning oldini olish uchun raqamli iqtisodiyotga o'tish zarurligini ta'kidladi. Ekspertlar fikriga qo'shilish kerak. Qozog'iston klassik o'rta daromad tuzog'iga tushib qoldi. Bu holatda an'anaviy o'sish manbalari, resurslar va arzon ishchi kuchi tugash arafasida. Yangi manbalar esa hali to'liq shakllanmagan va ishga tushmagan. Iqtisodiy turg'unlikning oldini olish uchun raqamli iqtisodiyotga o'tish va yirik platformaviy yechimlar yaratish kerak degan To'qayev. Davlat rahbari yagona davlat ma'lumotlar tizimisiz sun'iy intellekt samarali ishlay olmasligini ta'kidlagan. Shu sababli davlat xizmatlarni ortiqcha byurokratiyani yo'q qiladigan ko'rinmas lekin juda samarali operatsion tizimga aylantirish kerak. Hozirgi tizimda ariza berishdan qaror qabul qilishgacha bo'lgan jarayon bir necha kun yoki haftalarni oladi. Ideal holatda bu jarayon bir necha soniyaga tushishi kerak. Bu esa butun mamlakat bo'yicha iqtisodiy aylanishni keskin tezlashtiradi degan u. To'qayev shuningdek jahon laboratoriyalari ma'lumotiga ko'ra, rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar o'rtasidagi farq tez kechayotganini ta'kidlagan. Sun'iy intellekt, kapital va texnologiyani dunyoning yetakchi davlatlari qo'liga jamlayapti va bu texnologik tafovutni kuchaytirmoqda. Buni faqat vaqtida va qat'iy tartibga solish orqali bartaraf etish mumkin. Qozog'iston uchun bu muhim signal. Biz vaziyatni chuqur o'rganib, real intellektual yechimlar ishlab chiqish imkoniyatlarimizni aniqlashimiz kerak degan prezident.